Hammaga assalomu alaykum. Mana men bitta yaxshi yangilik bilan kelyapman. Shu bolani birinchi qo'shig'i hamma mana bu plashatkalarga, musiqa plashatkalariga chiqdi, bemalol kirib eshitsanglar bo'ladi. Bu nima degani? Bu degani sun'iy intellektda qilgan musiqalar bilan bemalol pul topsa bo'ladi degani. O'g'ala. Shunaqa deganda menga topsa bo'lmaydi. Sun'iy intellekt bilan blokировка qilyapti plashatkalar, sun'iy intellekt yaratilgan musiqalar deyapti. To'g'ri, ba'zi bir distributorlar ba'zi qo'shiqlarga men o'zim tanlayman. Masalan, ikkinchi kupletni tanlayman. Ikkinchi kupletda sen studiyaga borib, живой rostokam odam bu qo'shiq aytganini menga isbotlab berasan, keyin qabul qilaman deyapti. Lekin mana bunaqa plashatka distributorlar ham bor. Mana shu yerga men o'zim rasmimni qo'ydim, shuni bola deb qo'ydim va musiqani joyladim. O'zbek tili bo'lgani uchun ham bizda imkoniyat bor. Mana shuni qo'yamiz. Buni nima yaxshi tomoni bor? Har bitta kirgan musiqa, har bitta kirib siz musiqangizni eshitgan odamdan, agar 30 sekunddan ko'proq eshitsa, har bitta kirgan odamdan 0.03 sentdan va 0.05 sentdan Spotify'da to'laydi. Apple Music'da 0.07 sentdan 1 sentgacha to'laydi. 0.01 sentgacha. Yandex Music to'lay. Yandex Music'da endi har doim har xil aniq summa yo'q. Bu degani nima degani? Instagram uchun bironta musiqa qilib, Instagramga yoki TikTokka trend bo'ladigan musiqa qilib qo'ysangiz, odamlar eshitishni boshlasa va kirib sizni musiqangizni eshitsa, har 30 sekund eshitganda sizga pul tomib turadi va mana shu tomgan pul mana bu yerda keladi. Bu yerda distributor qanchadir miqdorini oladi, o'z kelishilgan miqdori bo'ladi. Mana men ishlatayotgan distributor olmaydi. Men ishlatayotgan distributor faqat obunamga pul oladi. Men obuna bo'lib musiqa qo'yaman, shunga oladi. Xo'p, qo'shiq Yandex Music'da podpiskasi borlar. Poddesh qilaman deganlar, o'zbek o'g'loni bor mana, yordi deganlar bo'lsa, shu bilan poddesh qilaman deganlar bo'lsa, kirib ovozini past qilib qo'yib eshitib qo'yasizlar bir qatordan. Poddeshga bo'ladida. Spotify'da ham bor. Spotify'da podpiskasi borlar ham iltimos kirib bir qator eshitib qo'yasizlar, playlistga qo'shib qo'yasizlar. Uxlashdan oldin sekin yoqib qo'yib, ovozni past qilib qo'yib qo'yasizlar va aytib yotaveradi. Va Yandex Music'da bor. Vkontakte Music'da bor. Hamda Instagramda Music'da ham bor. Bu degani sun'iy intellekt bilan, musiqa bilan daromad qilishda yana bitta eshigi ochiq degani. Buni bilgan odam, musiqani tushungan odam, zo'r musiqa bilan shug'ullanadiganlar bor-ku biz ichimizda ham ancha. Ana shuni tushungan odam shuni bemalol ishlatib qo'yib topsa bo'ladi pulini. Xullas, hammaga rahmat. Poddeshkani kutaman o'g'lar. Poddeshkani kutaman va oxir natijasini ko'rsataman. Sizlardan kelgan poddeshkani. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Har doim ishoninglar. Ko'pchilik faqat bo'lmaydi deydi. Har doim o'zida qo'ygan maqsadga ishonib oldiga yurish kerak. Natija albatta bo'ladi. Mana natija bo'lyapti.